Sizlar bilan birga git reviziya qilmoqchi edim, lekin buni imkoni bo'lmadi. Qizim bilan birga chiroyli yayoqlar kiyib bitta joyga borib keldik. Kommentariyamda do'mboq ekansiz degan SMSlar ko'payib ketgani uchun sizlarga bitta javob etmoqchiman. 8 kilo non bilan 10 kilo tuz berib qo'ymagansizlar. Qizli paytimda ham do'mboq qildim, erga tegib ham do'mboq qilaman. Qizli paytimda dadam rosa zo'r boqqanlar, erga tegib erim rosa boqyaptilar. Agar xo'jayinimga turmushga chiqib ozib ketganimda hamma gapirardi, "Voy, ering boqmayaptimi, non bermayaptimi" deb. O'shaning uchun do'mbillab, so'mbillab yuribman. Ahmoq kalla oyoqqa dam bermas deydi-ku. Bugun bozorga boribman de qizim bilan. Yo'llarni probkaligini, bozorda odam ko'pligini voy etmay qo'yuring. Bugungi kunda eng to'g'ri qilgan ishim mashinani stoyankaga qo'yib bozorga borib keldim. Bola bilan bozorda yurganlarni shunaqa yomon ko'rardim, lekin mana o'sha kun o'zimni boshimga tushdi. Agar qaynonamga ikkita bolani tashlab ketsam, qaynonam to'chna bilajinda qilib qo'yadi. Bozordan kerakli narsalarni olib bo'lgandan keyin qizimni osh yegisi kelib qoldi. Qaranglar, osh, fast food emas, osh yegisi keldi. Ko'z tegmasin, qizim ishtahasi zo'r, men bundan juda ham xursand bo'laman. Bir porsiya osh qizim ikkalamizga yetmas ekan. To'rdan birini menga berdi, to'rdan 3ni o'zi yedi. Kecha janotim qaynonam manpar qilgandilar, uyga kelib manpar ichib oldim. Iltimos, bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mashalloh deb qo'ying. Qizimga ko'z tegib qolmasin. Ko'z bor narsalarga juda ham qattiq ishonaman, chunki o'zim ham suqlanib qarasam, o'sha bolam kasal bo'lib qoladi. Xullas, men qilib probkada bordim, probkada qaytdim. Tavba, bir xil payt pulga qattiqligim tutib qoladi. Shu qizim bilan bitta joy oldik-da, Damasda borishda ham, qaytishda ham. Qizim уже 4 yosh, anchagina og'ir bo'lib qolibdi. Mana endi oyoqlarim dahshat og'riyapti.